Agar Fir'avndan boshqa xudo yo'q deb aytmasang, o'lasan. Shu tariqa Fir'avn o'z xotini Osiyo bint Muzohimni sindirmoqchi bo'ldi. Uning qarshisida hamma narsaga ega bo'lgan ayol turardi. Saroylar, oltin, hokimiyat, ammo u bularni tanlamadi. U Allohni tanladi. Osiyo Muso payg'ambarning Robbiga iymon keltirgach, Fir'avn g'azabga mindi. U uni saroydan chiqarib, qizib turgan qumlar ustiga olib chiqishni buyurdi. Uni bog'lab qo'yishdi va iymonidan qaytarish uchun azoblay boshlashdi. Ammo qo'rquv o'rniga uning lablaridan faqat duo yangrardi. Ey Robbim, meni Fir'avndan va uning qilgan ishlaridan najot et. O'zingning huzuringda jannatda menga bir uy ato et va meni zolim qavmdan qutqar. Fir'avn uning ustiga ulkan tosh ko'tarishni buyurdi. U dedi, agar u iymonidan qaytsa, afv etiladi. Aks holda tosh uning ustiga tashlanadi. Shu lahzada Osiyo ko'zlarini osmonga qaratdi. Alloh unga jannatdagi uyini ko'rsatdi. Buni ko'rgan Osiyo tabassum qildi va yana o'z iymonini tasdiqladi. Shunda Alloh uning jonini tosh tushishidan oldin oldi. Tosh tashlanganida esa u allaqachon jonsiz tanaga tushdi. Shunday qilib, eng zolim hukmdorning saroyida yashagan ayol vafot etdi. Ammo u Alloh huzuridagi jannat uyini